Samarqand shahrida parrandachilar uchun xalqaro darajadagi ilmiy amaliy seminar tashkil qilganmiz. Seminarimizning maqsadi parrandachilar uchun muammolar asosan vaksina emasligini tushuntirish. Chunki ko'p xalqlarda muammo vaksina emas. Vaksina noto'g'ri tanlash va bexavfsizlik, gigiyena, bundan tashqari dezinfeksiya tadbirlarini to'laqonli amalga oshirmasligi. Aytmoqchimizki, ya'ni ko'p xalqlar o'ylaydi, muammo vaksina qilsam tug'ularim tuzaladi. Yo'q, muammo hech ko'p vaziyatlarda vaksina bo'lmaydi. Vaksina eng oxirgi va eng kichik narsa hisoblanadi. Asosiy ish bexavfsizlik, dezinfeksiya, gigiyena va boshqaruv menejmenti hisoblanadi. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan parrandachilar, soha mutaxassislari hamisha Navqiron Samarqand shahrida navbatdagi seminarimiz bo'lib o'tmoqda. Bugungi seminarimizda Indoneziyaning Vaksindo kompaniyasidan tashrif buyurgan doktor Yusman Friyadi hamda eronlik mutaxassisimiz doktor Ramin Akbaryan, o'zimizning o'zbekistonlik mutaxassis doktor Nurmuhammad Ahmadaliyev hamda men Akbarjon Ergashev taqdimot qilamiz. Ushbu taqdimotimiz parrandachilar uchun albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblarimiz, hamkorlarimiz. Bugun parshanba kuni, aprelning 23-kuni Samarqand shahrida bir xalqaro seminarda xizmatimizda borik. İnşallah bu seminarda dasturimiz parrandaların hava yollarının kesilliklerini öğrenmek ve onların aldın alış şivelerini inşallah gaplaşmağımız olacaktır. Sizlere tavsiye kılamam ki bu işlere ve bu tavsiyelere cüda kettik etibar verin ve inşallah ki parrandelerin kesillikleri sizin firmalarınıza kemaysin. Another trial, you take the same blood from the one with the inflammation. It's kind of the response. Ta'siri, ya'ni javobi hisoblanadi. Vaksinasiga e'tibor beriladigan kasalliklarimiz Newcastle, bronxit hamda gamboro hisoblanadi. Qo'shimcha ba'zi davlatlar H5, H9 vaksinasini qo'llashi mumkin. Birinci partisinden. Hamısı yani tavuklarda bu kesikiyse taşkeliye çıksın. Lakin tavukta yok. Bu birinci zayıf tumanı. Bir tane mevzudaki vardı. Bu tavuklarda tizimi yok. Bu tizim yok. O için ısık havada tavuk hemen hararetini pes etmek için antibiyotik ve vaksin məsrəfidir. Suviga 100 litrga o'rtacha 15 gram atrofida chicken biyo bulyo kabi moddalar qo'shiladi. Yana da qo'shimchalar agar Newcastle noma'lum akillar qiyin avval o'zi bir marta. To'g'ri, avvalambor assalomu alaykum. Ismim Akbarjon Ergashev, Rivera Diamond kompaniyasida veterinar mutaxassis bo'lib ishlayman. Xo'jalikda kasallikni oldini olishning eng arzon usuli va eng oson usuli